15 yildan eslamaydigan oshxona mebelini ko'rsataman. Nimaligini oxirida bilib olasiz. Xo'p, neoklassik uslubida shunaqa oshxona mebelini qilib berganmiz. Fasadlarni ko'rishingiz mumkin, krashinning qilingan. Bu yerda penal, bu qismimizda kir mashinani shunaqa eshiklar bilan yopib berganmiz. Bu burchakda esa shunaqangi mexanizm qo'yib berganmizki, endi burchakdagi narsalaringizni bemalol ola olasiz. Ya'ni tandem box orqali. Xo'p, ishlashlarini ko'ringlar, shunaqa ishlaydi. Xo'p. Bu qismimizda esa mo'ykaning tepasida sushilka qo'yib berganmiz. Sushilka ham tepadan pastga shunaqangi tushib keladi. Bunga ham narsalaringizni bemalol joylashtirsangiz bo'ladi. Xo'p. Bu qismimizda esa idish-tovoq yuvish uchun mashinka va bu qismida esa kargo. Kargodan keyin bu tortmaga bu yoqda idish-tovoq yuvish mashinadan chiqqan idishlarni bemalol pastda ham sushilka bor, shu yerga qo'ysanglar bo'ladi. Umuman olganda ofish ko'rinishimizda shunaqa. Nimaga eskimaydi? Bu chunki neoklassik uslubi oldindan qilib kelingan va hozirgacha ham trendda bo'layotgan uslub hisoblanadi. Ishimizga yoqqan bo'lsa, mehnatimiz uchun bitta like bosib qo'ying va kuzatishda davom eting.